Assalomu alaykum jigarlar, sizlar mazani yaxshimi? Mana bugun birga ko'ramiz hozir ikkinchi soni. Yengil nima ko'ramiz bugun? İlk uchrashuv ko'ramiz. Ko'pchilik so'radi, o'shani talab qilib iltimos qildi. Kim so'radi? Montajchi. Ko'pchilik so'radi. Ha. O'shanga bugun jigarlar like bosib, komment yozib, obuna bo'lib, xullas kommentiga liboy narsa yozinglar. Podpishka qilib tursani, xudo xolisa proyektimiz yana ham kengayib, sizlarga yaxshi kayfiyat beradigan videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Marhamat, ilk uchrashuvni ko'ramiz birgalikda. Birga ko'ramiz bo'lmasa. Birga ko'ramiz. Pam 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 pam. 3 4D. 3 and. O'zbekcha televideniyada mana shunaqa default narsalar chiqishadi. Lekin mana shu yaltiroq narsalar bor-ku, mana shu o'rniga boshqacharoq dekoratsiya qilinsa bo'lmasmikin degan. Bu kamchilik emas, prosta endi meni shaxsiy fikrimda. Yo endi bilmasam, har xillik yo'qda. Defaultda hamma bir xil bitta studiya yasadilar. Yana bitta narsani aytib ketaylik, do'stlar. Biz bildiritgan fikrlar mana ko'rsatuvdagi faqat o'zimiz shaxsiy fikrimiz, hech kimni kamsitish yoki shaxsiyatiga tegish niyatimiz yo'q. Shunchaki kayfiyat uchun ko'rsanglar bo'ldi. Ko'ngilni keng qilamiz. Unaqa kimdir ustidan izdivatsiya qilib, kulib, haligi ana qilib, mana qilib, mana videodagi shaxslarning ustidan kulish vashcha unaqa niyat yo'q. Shunchaki kayfiyat. Chista kayfiyat chuqur. Lekin birinchi marta ko'rishim, ilk uchrashuvni umrimda birinchi marta ko'rishim. Bular birinchi martami, ikkinchi marta? Ag'i ham bor. Ketdim. Eng kayfiyatni ko'tarib o'tiradigan odamlar shu menimcha mana shu yerda san'atkorlar bo'lsa kerak. Hamma nima deydi, eng xursand bo'lib o'tiradiganlar, to'g'ri? Doim misol men 2 marta, 3 marta ko'rgan bo'lsam, eng kulib kayfiyat bilan maza qilib nima deydi, maza qilib aytishadi-da deydi. Qo'shig'imi? Qo'shiq aytishadi shu yerda. Sozandalar bor-ku, takoy настроение bilan. Ko'rali uchun aytaman-da mana. Tugadi. Assalomu alaykum. Yaxshilar, sevimlilar, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizda ashaddiy muxlislari hammaga alangali salom. Qaytaraliga. Sevimlilar, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimiz Opa, zo'r kiymoqdilar. Zevraga o'xshab ikki xil, a? Yo'q, lekin menga yoqdi. Oh my god! Wow! Hozir 200 necha ham deyvering. Ha, ana. 200 ta yosh bir-biriga uchrashtirib, baxtli qilib Iloyim mos bo'lsin. iloyim. Va bizning qahramonlarimiz 200 ta bo'lgan ekan. Qahramonlarimizda gap ko'p. Ikkizta O'zbekistonda ko'rsatuv. ko'rsatgan go'zal oppoqni Ikkizta? aktrisamiz xosiyat. Kista? 200 ta dedi hozir. Kista odam shunda baxtli qilib olishganmi? 200 ta ko'rsatuv olinibdi. 200 ta emas. Eng qiziq qarandi, bu yerda chiqqanlar bor-ku, qahramonlar. U bir-biri bilan asli to'yib ketadi. To'y bo'lganlar ham ko'p juda. Deyishadi, endi men ham bilmayman, to'g'risi. Voy xosiyat bu men. Sizdan keyin Opa, lekin вообще shunaqa ham boshqacha rollarni zo'r o'ynadi. Asha opa o'ynagan rollar hammasi yoqadi menga, kinolar. Mana shu opa tushsalar, misol xosiyat opa tushgan kinoni ko'pi ana maza qilib ko'radi-da odam kayfiyat uchun. Kuchli aktrisalar ham Kuchli, bekor haqiqatan. O'zbekiston xalq artisti deb yozilgan, ko'rmay qoldim yana kechirasiz. gapirolmay qoldim. Xizmat ko'rsatgan artistalarlar. Voy xosiyat bu Uzr. Sizdan keyin gapirolmay qolyapmiz. Shunaqa ham odam bo'ladi. Ana Xosiyat Husanova o'ynagan barcha o'zingizga yoqqan kinolarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Tak chista kayfiyat uchun. Ularni ham ko'rishimiz mumkin. Yana bilan ko'ynagim oq. Zahraxonim Mirzayeva Ichim qora bo'lgan bilan ko'ynagim oq. Shunaqa bilan. Ko'ynagim ola bo'la bo'lgani bilan ko'nglim oq. O'zi ola bo'lib ketdi-ku. Zebro. Ajoyib psixolog Oka aytmadilar-da, shimim qora bo'lgani bilan ko'ynagim. Shimim qora. Tufli. Shimlari qora emas edi okani. Mikrofon qora ekan. Abdulla Said Kamol Mikrofon psixolog qora ekan loq. Abdulla aka kayfiyati yaxshimi? Bizda ko'ngil yo'q deylar.
Qiz psixolog Чисто, bo'lib чисто. Haqiqatan- Random deyaptilar. Haqiqatan psixologga borsam o'tiradi-da. Ha, gapiraylik. Aslan haqiqatan Oka, bilsangiz, misol men o'sha qaysidir ko'rsatuv ko'rganda nimadirga qo'shib, ikkita yoshlarni bundoq qaysi oyda tug'ilgan, burji nima misol, nimadirlarni solishtirib, oka qanaqadir son chiqarib beradilar. Mana shu oka. Qizimizda 5 chiqdi, bolada 8 chiqdi deb turib, nimadirga qo'shadi, hech kim bilmaydi uni. o'shanga shu yoshida matematikani yaxshi o'qiydi deyishgan. 5 ga 8 qo'shsanchi bo'ladi? Bilmayman, 10. 14 ku. Kayfiyatli yaxshimi? Zahra opa, Xosiyat opa, sozandalar va Olmaylar endi. o'sha ko'ylagi qalbi oqlik ko'ylagiga urib yuborgan Nargizichka. Bir xil kiyinib kelamiz, tasodif. Albatta, albatta. Iloyim mana shu oppoq bo'lib, gumbilab yuraveraylik. Sizlarga yaxshi aytamiz. Ko'rsatuvimizni Yaxshi. Qizimiz taklif qilamiz, marhamat. Gumbilab nimasi? Gumbilab. O'zlar biladilar. O. Manam chiqami, oka. Manam chiqami, oka. İlk uchrashuvga chiqdim. Ko'ynagingni ham podnos ekan. Xosiyat opaga jo'ta yoqmadi yo'q qiz. Cho'ta nito qartdilar. Qo'lida kichkinagina korzinkasi bilan Xosiyat opaga agar oppoq ko'ynakda chiqqanlarda yoqadi, qora ko'ynakda chiqdi-da qiz o'shanga. Mashinam gapirsalar kerakmi? obkasisidan chiqib qolibdi qizi. qizil shapkachi. Ha. Assalomu alaykum. Adashib qoldingmi qizim? O'rmonda. Adashib qoldim. Yaxshi Xush keldingizmi? kelibsiz. Kayfiyat yaxshimi? Ha, yaxshi albatta. Necha yoshsiz? Maktab tugadimi? Ha, maktabni bitirganman. Bitirganmisiz? 21 yoshdaman. Kattaligini. Deyolmaymiz baribir. Kattaligini. Yoshdan ham yosh ko'rinar ekan. Marhamat, Ko'z ismingizni tegmasin. aytib yuborsangiz. Ismim Muzayyana. 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 Ya lekin Juda chiroyli. 21 yoshli anaqa qizga o'xshamas ekan, yoshga o'xshar, bir 18, 17 yoshli qizga o'xshar ekan. Realni bundoq qaraganda. Yo siz berdingizmi? Necha yosh berardingiz ash qizga? 20 yosh. Balkim. Go'zal. Ma'nosi nima? Muzayyana. Muzayyana? Jozibadar, Muzayyana. e'tibor tortuvchi. Muzayyana. Muqaddas kitoblarga kelgan. Muzayyana ismini eshitganmisiz? Bormi? Ha, eshitganman, eshitganman. Endi eshitdim men, to'g'risi. Arabcha ismlardan, ha? Muziyana bilan bir xil. Muzayyana? Muzyana bilan bir xil deydi. To'g'ri, Surxondaryo viloyati 21 yosh ma'lumot o'rta maxsus kasbi bloger. Kitob o'qish. Hobbisi kitob o'qish, orzusi sayohat qilish. Sayohat qilish? Hamma orzusi bo'lsa kerak, sayohat qilish. Okey. Mana misol mana sayohat qilish deydi-ku, haqiqatan hammada orzusida bor, любой odam orzusi bor-da. Bunday olib qarasa, to'g'risi gap-da. Nimaga endi? Mana misol o'zingiz misol qaysidir davlatga borgingiz keladi-yu, bu ham shu davlatga borgingiz kelishini o'zi ham sayohat-ku. Boshqa davlat kezisiz. Bitta aylansangiz u sayohat. Endi sayohat hammani anaqasida bor, to'g'rimi? Haligi nima deydi? Orzusi anaqalarda bu ko'pchilikda bo'ladi-da endi. Любой odamda bor bunaqa orzu. Siz qayerga borishni orzu qilardingiz? O'zingiz kommentariyaga yozib ketinglar. Mana qarang, kasbi bloger deb qo'yibdi. Bu qiz ko'rganmisizmi? Bunaqa bloger birorta blogini ko'rganmisiz? Yo'q. Balki ko'rib qolarsiz. Men to'g'risi O'zbekistondagi ko'pchilik bloger kuzataman. Sizlar Bu qiz ko'rmasani, bolalar, qizlar kommentga yozib ketinglar. Shu qizimizni anaqasi nickname bo'lsa, men misol tanimayman, to'g'risini aytsam. Endi qani ko'raylikchi, davom etaylikchi nima bo'lar ekan? ilk uchrashuvda, oka. İlk uchrashuvda bloger deb chiqib ketdi-da. Muzayyana, aha. Muzayyana. Xush kelibsiz Muzayyana. Bugun rosa seshanba bo'ladi, Jamshid siz zotingiz topolmay. O'tirib turing-da. Seshanba bo'ladi. Seshanba dedilar. Seshanba. Seshanba. Opa yomon o'ynabdilar mana edi. Qarab turing ana. Yomon tashlab bitdilar. Ko'zam yomon ekan, oka. Hamma qarab-qana ko'z. Ana o'z kurbiningda ham olib berishar-kan. O. Avvalambor assalomu alaykum. Asadbek Bizonovman. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan. Asl kasbim televideniya mutaxassisi. Albatta, Oxirgacha hofizman deyishdan kutdim. Ya atak, nutqlari, gapirishlari. faoliyat yuritaman. Endi televideniyada ishlar qiladi-yu. Ha, montajchi ekan. Montajchi ekanlar, brat. lavozimida.
nimaga man bitta narsaga hayron qolyapman o'zi mana titr chiqyapsanda. Уже tanishtirib bo'lgandan keyin mana titr chiqibdi-da, уже chiqib salom berganidan keyin menimcha meni qo'yish kerak, to'g'rimi? O'zi gapirdi-ku, yo men uni ham qo'yish kerakmi? Buni qo'yish bilan sabab misol bu pozni emasmi debdi men. Yo'q, qara, misol bu videoni televizorda misol hech bo'lmasa misol qanaqa tushuntirib bersam bo'ladi. Sluhi past insonlar bor-ku, sluhi past insonlar ko'rib turib, eshitmay qolgan bo'lishi mumkin-da, nima deganini imonida krupniy kadrda ko'rsatib beradi. Haligini o'qib hech bo'lmasa kimligini tushunib olishadi. Nice. Montaj qilish bor, shantaj qilish yo'q. Yomon tiqib o'tib ketdilar, bildingiz-a? 23 yosh. Aha. Qizimiz 21 yosh. Asadbek qizimiz ismi ikkinchi marta qaytarib oling. Muzayyana. Muzlagana devormagan. Aha. Muzlaganamish. Ketvoradi. Muzlagana. Tanishinglar ikkita yosh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Allohga shukr. Pardani ochsa xush ko'ramiz. Xudo shunday. Qoyil. Avvalambor Muzayyana, sizga savolim bor edi. Qiz qanaqadir taylanib kelganga o'xshaydimi? Nimaga men tushunmayotganim o'zi pardani ochsa xush ko'ramiz bo'ldi-ku, sirazi. Salomdan keyin sirazi уже pardani ochish haqida gapirdi-da, u tak nima deydi, ozginadan keyingi gapirilmaydi, tanish bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi-ku deymanda. Oldin sizga bir gapni aytmoqchiman. Agar xo'p desangiz, Xo'p, mayli. agar Xudo taqdir qilib, taqdirimiz bir bo'lsa, agarda meni 5-ayolim bo'lishlikka rozimisiz? Bo'laydimi? Aslan gaplar gapirdim bu yerda. Ha? Aslan gaplar gapirdim. Hozir bular televideniyega ketadi bu. Ha? Televideniyada ketib bo'lgan bo'lsa kerak, уже. Yo'q, ketadi shu narsa, to'g'rimi? 5-chi. Stop it. Get some help. Ko'rahlovchi balki boshqa ma'noda gapirgandirlar. 5-ma'no, 5-xotinda qanaqa ma'noda aytish mumkin? Voy. Voy. Bitta. Rozimisiz? Voy. Voy. Hamma shokda. Iye, Jamshid akam. Qara. Ashundan beryaptilar. Sababini keyin aytaman. Va Asadbek kulib turibdi, ozgina hazillashyapti shekilli. Sababini keyin aytaman degandan keyin jim bo'lib O'yga borgandan qaysi? Muzayyanani o'rniga men javob beraman. Erga navbatga turgandan qattiqqa navbatga turgan yaxshi. Yomon gap. Ketish kerak edi. Yomon gap. Avuf bo'lganda. Tushundingiz-a? Avuf. Yerga navbatga turgan. Voy. Men bu savolni berishimdan maqsad Voy. Tushundingizmi? Endi yetib keldi-a. Voy. Yaxshi. fikrini bilmoqchiman. Salomat. O'zimning javobimni aytmoqchiman. Sababi nima uchun 5-o'rinda ayolim deb qabul qilishligimda. Birinchi o'rinda onasi, ammasi, xolasi shu. Qani mana fikrini eshitaylikchi bo'lmasam ketdi Muzayyana. Yo'q, men har doim birinchi bo'lishim kerak. Endi meni javobimni eshitingizni xohlayman. Xo'p. Birinchi navbatda men boshimda buvijonimni ko'tarib yuraman. Ikkinchi o'rinda albatta onajonim va oldimda 2 opcham bor. Ularni 2 yelkamni ko'tarib yuraman. Chunki ular men uchun eng qadrli inson. Aka shuncha ko'tardilar-ku, sinib ketmaydimi? 4 kishini ko'tarar qanday? Endi bu yerda bukvalni aytilmaydi-ku. Yo, yelka, bosh, misol, praktiski hamda, misol. Yo, ko'tarsa bo'ladi, nimaga? Ulardan birlari bo'ladi. Be, 4 kishi Chunki o'zi. Qondosh deyilishi. Ayol qayda turadi unda? Shuning uchun men 5-chi Bo'lajak ayol qayda yelkaga sig'maydi. Birat gap o'shani gapirdilar, eshitadi-da, o'zim qayga ko'tarishini aytadilar. sizga turib savol berdim. Xo'p. Har holda 7-chisi demadim, chunki oldimda yana 2 ta jiyanim bor, ularni ham qo'shganim yo'q.
Oka, xotin, endi vaqt o'tkazaverdilar brat. oka, xotin telenovellada kelinlar bor. Yo'q, jiyanlarni qo'shmabdilar. Jiyanlar ham bor ekan hali. Tushunsizmi? Voy voy. Ya o'zi mana misol mana savolda uylanadigan ayolingiz Как раз man o'ylanmaganman. uylanmagansiz-ku, uylanadigan ayolingiz misol endi uylanadigan bo'lsangiz qanaqa уровеньda turish kerak u siz uchun? Endi misol hozir aqa yo baqa tashadigan bo'lsam ham endi любойчеsga ona birinchi o'rinda turadi. Onadan keyin По turadi. факту bu endi bilmadim. Shunaqalar ham bor, işte onani ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yadiganlar ham bor. Unaqalarni осуждаем. No. Endi qarang. Avvalambor mana o'ylangandan keyin meni shaxsiy fikrim bu. O'ylangandan keyin misol hamma narsani teng olib ketib bo'lmaydi, любой holatda. Shu narsani imkon darajadan kelib chiqib, teng qilishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Baribir onani birinchi o'ringa qo'yib turib, onani birinchi o'ringa qo'yib turib, vaziyatdan kelib chiqib, misol endi qaysidir ma'noda prям xotinga yonboz verish kerak demayman. Misol aqlni yonboz verish kerak demayman. Rozini pallasini tenglab ketish kerak, chunki endi baribir onamizni baribir birinchi o'ringa qo'yamiz. Endi ayolini borku, endi xotinini ham qaysidir ma'noda haligi nima deydi, hurmatini joyiga qo'ygan holatda, unaqa 4-5-chisi bilmadim endi u misol liboy xotin kishiga ham yoqmaydi, 4-5 o'rinda bo'lasiz desa. Endi u ham kimnidir xonadonidan kelibdi-ku, to'g'rimi? O'sha siz uchun kelibdi. Tashab kelibdi. Tashab siz uchun kelibdi-ku, misol. O'sha tomoni ham bor-da. Yo endi o'shanda ham baribir endi manaqa misol har xil konfliktli vaziyatlar bo'lib qoladi-ku. Liboy oilada bor bu, fakt bu. O'shaqa vaziyatda menimcha o'ylaymanki, liboychasiga onani eshitib, jim bo'lib, o'zi holat sekin aql o'tib ketib, sekin o'zi bilganini qilaverish kerak deb o'ylayman. Sizlar ham fikringizni yozib qoldiringlar. Qanaqa o'rinda bo'lish kerak ayol kishi oilada? Davom etamiz. Rostdan ham uylanmagan ekan bu yigit. Uylanganda Sal ko'nglim xotirjam topdi-ey. Mazam qilib Uylanganda bunaqa fikr bildirmasdi demoqchimidir hozir. ketdim. Meni jiyanim Muzayyana. Sizni ana shu Qachon jiyan bo'lishga urdilar? Mana bedagi mana ko'rsatuvdagi ikkita ayol kishi o'tiradi-ku. Bular kak xolasi yo ammasi bo'lib o'tiradi. Bittalari o'sha Kuyov taraf, bittalari kelin tomon. Mana shunaqa bo'lib o'tirishadi. Mana psixolog aka o'rtaga baho beradi. Bular oila qurishga o'sha yaqin, haligi yaxshi, короче, shunaqa ikkitasini fikrini o'qib turib, bal beradilar bular. Ana hintlardagi bandit sohib bo'ladi-ku. 4 ta ayolingizni hurmat qilib birinchi o'ringa chiqadi. Opa ham hayronladi, gap kelishmay qolibdi. Tushunsiz-a? 4 ta tilada o'sha o'yli tilada, 5-chisi bu qiyin tilada. Birinchi o'ringa chiqadiganlardan. Birinchi o'rinda faqatgina buvijonim bilan onajonim bo'ladi. Ulardan oldinga chiqadigan inson yo'q bu dunyoda. Mujik, Shunday mana shu ekrandan. To'g'ri u gap. Undan keyin baribir ayolini qo'yish kerak, to'g'rimi? birinchi o'ringa Mening fikrim. qo'ymaslikni ilojisiz qolib ketasiz. Hayotim davomida birinchi o'rinlikka chiqishi mumkin, faqatgina qaysi o'rinda menga mehri, ya'ni qolaversa o'zining shirin so'zligi, ishdan kelishimda, ketishimda ochiq ko'ngillik bilan kutib olishi, kuzatishlari bo'yicha birinchi o'ringa chiqishi mumkin. Lekin Shu ma'noda onajonim va buvijonimdan ustun kela olmaydi. to'ppa-to'g'ri. Muzayyana O'qiyam, haddushi talentlar. Yo, lekin mana qanasi to'g'ri, u ustunlik, endi meni fikrimda ustunlik bu misol uchun nima deydi? Buvijon, onajonni urvini u boshqa narsada, boshqa u oliy, короче, oliy. Lekin bu baribir ayoli-ku, to'g'rimi? Bu boshqa urvinda, u boshqacha u o'lchovda bo'ladi. Bularning qatoriga ularni qo'shilmaydi-ku, to'g'rimi? U короче ayollar ham o'ziga yarasha o'rni bor. Buni o'rni bor, короче, o'zini birinchi o'rinda, ulardan keyin birinchi o'rinda bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Misol, u chunki Bo'lish kerak emas, bo'ladi ham shekilli. bir xil o'lchovda bo'lmaydi, unaqa o'zi asli. Muzayyana, Lekin nima bo'lgandan erkak kishi qiyin-da baribir. To'g'ri. agar sir bo'lmasa, biror joyda o'qiysizmi yo o'qish tugatganmisiz? O'qimayman, o'qishni tugatganman, yuridik texnikum tugatganman. Yerazaski. Deyarli mavqeyimiz bir ekan. Yashirmayman.
Men o'zim respublika televideniya va radio kollejini tugatganman. Akilligiz? O'sha gapda. Transportnida, ya'ni temir yo'l sohasi bo'yicha o'zimni ustimda ishlab doimo o'zimni faoliyatimni yuritishda oldimga maqsad qilib qo'yganman-da. Jamshidxon aka telefon o'ynab Doimo o'tiribdi, zerikibdilar o'sha gaplardan. Ko'rsiz-a, telefon o'ynab o'tiribdilar o'sha zerikibdi. Qaran, no telefon olib. Allah, o'ylanib turibdi. Oma dekoratsiyalarni chiroyli qilishdi. Bulut mana yerga to'y deb yozib qo'yishibdi bulutga. Mana edi sevgi. Mana edi nima? Baxt. Baxt, sevgi, Baxt mana uchib ketibdi o'g'il qara. Именно baxt uchib ketganini qarang, eng kerakli. Lekin to'y krupniy planda turibdi. Ulan o'chgani ham yo'q to'y. Mana qarang, nima mana obyektivmi? Mana obyektiv chekkada chiqib turgan. Aha, Chiqib turibdi. kameraning obyektivi shu bularni krupniy olib turibdi. Mana shu obyektiv mana. Ashuni sal orqaroqqa chiqarib yuborsa bo'lmaydimi? Ozgina. O'limdan qo'ysa Yarim kerak. qarich. Fokus bermasa kerak. Ko'z tushib qolgan sizga qarang. Faoliyatimni yuritishda oldimga maqsad qilib qo'yganman-da. Avvalo siz nimalarga qiziqasiz Muzayana? Sayohatga qiziqaman. Qaysi davlatlarga? Rossiyaga borib kelganmiz. Rossiya. Rossiyaga. Voy, Rossiya. Rossiya davlatiga Kelganmiz. Bormoqchi bo'lsangiz bizga aloqaga chiqing. Xullas ko'p davlatlarga, Amerikaga. nomerimiz ishlamaydi mening. Chet davlatdan ko'ra o'zimizning jannat makon O'zbekistonimizda o'sha Samarqand, Buxoroy Sharif deyshadi. Shu joylarga ziyoratga bormagan? Rasxod qilib nima qilamiz? Atam aka. Paxtam yuravering. Hozir tushundingiz-a? Nima qilasiz rasxod qilib o'zimizda bor-ku demoqchi bo'libdilar aka. Ana Elmurod akani ham gapi bor-ku. 30 mingga bir Hindistonda o'ldirib kelibdi. O'zimizda 3 ming. Ashula bo'ladi. Yaman. Ko'p joylarga borganman. Yaxshi. O'zbekistonda faqat bormagan joyim Xorazm qolgan. Qolgan hamma viloyatga borganman. Qayerdansiz? Surxondaryodanman. Surxondaryodan. Sirdaryoda hech bo'lganmisiz? Ha, borganman. Qayerlarda misol uchun? Sirdaryoning katta ko'li bor. O'shanga borganman. Daryoga Cho'ta men esimga keldi-da, Reels'da ko'rib qoldim. Sirdaryoning siri bor deb turib. Daryosi bor deydi. Sirdaryoda baliqlar Qana ko'p. to'plab turibdi-da. Menimcha ajoyib Reels'da ko'rganman. yigitlarning mehri, qizlarga bo'lgan e'tibori. Oka yomon olib kelibdilar bilsizmi? O'ylamayman. Oka. Eshitdingiz? Bo'lgan e'tibori juda ham ko'p. Qaysi kino edi deb bu? o'ylamayman. Meni fikrimni aytdilar-da, oka, tushunsizmi? Qaysi Qaysi kino edi bu? Haligi nima deydi? O'ta aylantirdilar-da, brat. Tushunsizmi? Primoy javob bermadilar. Chunki ayol kishi, aniqrog'i, siz uylanayotgan qiz har doim birinchi o'rinda turadi. Ota-onangiz u boshqa, ayolingiz boshqa. Muhabbat alohida bo'lishi kerak. Muhabbat alohida bo'lishi kerak. Muhabbat, sevgi bu barchasi o'z o'rnida birinchilikda bo'lib turaveradi, lekin eng yuqorisida turgan o'shani gapiring, brat. Dunyoga keltirgan ota-ona va birinchi o'rinda o'sha ota-ona dunyoga keltirgan holatidagi oila hisoblanadi. To'g'ri gapir. Lekin mana mashina ilk uchrashuvga kelibdilar, to'g'rimi? Nimaga kelgan? U boshqa o'rinda bo'ladi deb aytdim-ku. Endi o'zi o'shani mana qiz aytdi, to'g'rimi? U boshqa bo'ladi. Muhabbat boshqa dedi-ku. Xo'p. O'shani bu aytish kerak. O'sha qiz nima deydi? Qiz aytdi, bunaqa bo'ladi deb, naborot bolaga tushuntirdi, o'zi bilasiz-a? O'sha sekin nima как понятка bertgandaqa. Ha, как понятка bertgandaqa o'sha sekin o'sha anaqa nima pozitsiyaga, o'sha pozitsiyaga o'tib oldi o'sha qiz. Asadbek, Sal dadalo gapirayin demadilar. Qayda? Gap eshitdingizmi? Mana boshdan. Asadbek, Qaydan olding bu kitobni, bola? Qayda olding? O'sha opa mana qiz tomonlar, opa. Kiyob tomonlar. Mana opa. Ha. Bilmadim. Yo'q, Xosiyat opa xosiyat aytdilarki, jiyanim Muzayyana dedilar. Ha, bular ham hayratdilar-da, tushunasizmi? Qaydan olding bu kitobni dedilar. Men chunki o'zim ko'p
sohalarda faoliyat yuritganman, ishlaganman. Ochiq aytaman, Ko'p ko'rganman demadingda. o'sha maktabda o'qib yurgan davrimdan boshlab turib, ish faoliyatimni boshlaganman. Asadbek, siz yaxshi yigit ekansiz, yaxshi tarbiya topgan yigit ekansiz. Hamma ham shunaqa hurmat qilish kerak aslida. Qarang, siz qanaqa qizni kelin qilib olib bormoqchisiz uyga? Orzuyingizda qanaqa? Bundagi qiz birinchi navbatda ota-onamni hurmat qiladigan, oilamda birinchi o'ringa qo'yadigan va undan so'ng esa ularning roziligini Nimadir anaqa bo'libdimi? Bilsizmi siz ham? Qarab turasiz, mat bilan ko'rsataman, mana qarang. Navoiy opa savol berdilar. Savolga javob eshitib o'tiribdilar. Maqsad Brat rasmga tushdilar. Jamshidagi story solibdilar Jamshidagi. ularning roziligini olib bo'lgandan so'ng keyingi o'rinda meni roziligimni olishi. Oila Doimo ishdan kelishimda, ketishimda, Kimdir ular imorashida gaplashyapti qiz qarang. doimo ishdan kelishimda, ketishimda. Soqolmi? Lekin men qarang, o'zi mana aka aytib bergan gaplar qanaqadir suvni chiqitganga o'xshaydi. Yana bilmadim. Tayinlanib kelgan ekanlar-da, biroq. Suv haligi искренне bo'ladi-ku, odamni o'zini ichidan chiqadigan tabiiy gaplar bo'ladi-ku. Unaqa emas, qanaqadir haligi xuddi yodlab berayotgandek bir haligi plan qilib haligi o'sha gaplarni o'ylab kelganlar, mana shunaqa gapiraman deb turib o'sha gaplarni gapirdilar haligi. Искренне chiqmadi o'sha gaplar. Aytdim, boshida gapirdim-ku sizga, tayinlanib kelganga o'xshab bo'ladi. bilan kuzatib va kutib Menimcha bular kalla haligi tayinlanib kelishdan maqsad nima bo'lgan? Boboda o'zimni haligi miyamga nima kelsa o'sha yerda короче improvizatsiya qilib gapiraman deb ham bo'lsalar, Improvizatsiya yo'qmi? Yo, improvizatsiya qilib turib gapirsalar, haligi kalla qo'yib qo'yib, sekin bitta reelsga chiqib ketib, 5 baholarni olib o'qiyman. Katta bo'lsam bandit bo'laman deydi-ku, o'shandan bo'ladi-da. olishi. katta vazifasi bor ekan sizga tegadigan qizni. Men o'zim haqimda yana qisqacha ma'lumot aytmoqchiman. Ya'ni ijod bilan shug'ullanaman. Qaysi turi bilan ijodda? Ijodda ko'proq san'atkorlik bilan hobbiyim. Okalar hayratda. Bu gaplarni eshitib, mana san'atkor okalar ko'rsa, nigohga. Уже серьезный bo'lishdi okalar. Kulib o'tirishdi mana. Naymi qo'llaridagi? Naychi bilan uxlab qoladi. Oka boya kulib o'tiruvdilar hammalar, ha? Уже серьезный yo'q bo'lishdi mana bu gapdan keyin. Tushundingiz? Hozir bratlar aytayaptilar, mana shu bolani solist qilib chiqarib qo'yaylik deb. Test ko'raylikmi deb. Xirgoyi qilib turaman. Undan so'ng esa Xosiyat opani kayfiyatlari yana ham tushib ketdi, qarab turing. Qo'shiqlarni uyda o'zim xirgoyi qilib turaman. Mana O'z boshdan shunga o'tiribdilar. kayfiyatlari yana ham tushib ketdi-da. Yo'q, boshdan mana shunga o'tiribdilar. Man undan so'ng esa Hozir ayting-chi. o'zimda akamlar bor. Ularga O'zi ayting-chi deydi. ular san'atkor. Ularga O'zi xos ayting-chi qilib, deyaptilar. Mana shu san'atni hobbiyim sifatida qabul qilaman va qolaversa o'zimda shaxsiy studiyam bor va undan Qiz o'zini zo'r o'shab turibdi qarandiga, kulib aytdi. joyi kelsa, ijod kelgan vaqtida o'sha narsani biz videoga olgan holatda Instagram yoki YouTube Qo'yib ijtimoiy borasiz. tarmog'iga qo'yib turib, o'zimizning kanallarimiz bor. O'zimning komandam bor. Komandam bilan birga ishni boramiz. Xosiyat opaga. Iji- Ye, qaydan keldilar? Kim bu? Qorbobo tog'a. Qorboboni kiymas ekanmi? Tungi qorbobo deyiladi uni. Qorbobo. O'zi hamma qorbobolar tunda keladi-ku. Yoz bobo olash keldi aka. Chiroyli o'qitib, ota-onangiz nima degan bo'lsa hammasini gapirib berasiz. Ota-onasi Nima bu? Nima bu gaplar? Gap aytishim kerak. O'sha gapni aytmay deb turdim-da. Hozir bu kim? Kim bu uni? Bilmaymiz, bilib olamiz-da. Kim? Chiroyli, go'zal. Aslida Qorako'ydagilarda Ma'mur aka-ku. Mahmur aka Uzoqovmidilar? E? Uzoqovdilar familiyalari? Yo'q, Amirxon Uzoqovmidi? Yo'q. Bilmayman, familiyalar nimadir edi-da, esimda yo'q. Normatov emasmidi? Yo'q. Jamshidxon aka Normatov. Haqiqatdan Jamshid aka Normatovda. Ya salom. Qizlar ko'ynakni Xulla Ma'murxon aka. to'g'rimi? Oq ko'ynakka almashtirish. Lekin bir narsani aytishim kerak. Hayot davomida albatta biz ota-onalarimizni birinchi o'ringa Ma'mur aka qolmaydi emasmidilar?
Va Borjon savol bo'lmaydi. berganda ozgina noto'g'riroq berdingiz. Ayolim bo'lishga tayyormisiz degan maqsad. Ayolim emas, balki 5-o'rindagi ayol bo'lishga tayyormisiz deyishingiz kerak edi. Lekin shunday hayot bo'ladiki, agar siz sevib qolib muttalo To'xtab turing. Bu kim biladi bular? Bilmadim, qanaqadir hali psixologlar shekilli bular ham nimadir o'rgatishdilar-ku. To'xtab, psixologimiz bor. Bular kim? Qalpoqlarda, soqollarda, takon. Bitta hassa kamni qildi-da. Rekvizitni qarandingiz? Boyligini. Oy, yulduzlik shapkani yomon qildilar. Analiga lansamiklar, astrologmikinlar. Yulduzlarga qarab, sizni yulduzingizga qabul qilinardi. Ko'raylik hozir bilib olamiz-da. va sizni o'z qonuniy yo'llariga solsa-yu, siz boshidagi ota-onam deyotgan odamlaringizdan ham bo'lib qolishi mumkin. Bu hayot. Vashshi yomon qildilar-ku, aka. Vashshi yomon qildilar-ku. Lekin qizimiz inobatga olib jim o'tiribdilar va sizni gaplaringiz ularga ham ma'qul kelyapti. Shundaymi, Muzayyana? To'g'rimi? Siz qabul qilasiz bunday gaplarni? To'g'rimi? Alo, demadilar. Rasvo bo'lding, qo'yding deganlari shu bo'ladi. Yaxshi. Ana endi bir-biringlarga nisbatan hayotinglardagi maqsadinglar, Janchiga jim bo'l iltimos degani qo'ymayapti. orzuyinglar, havasinglarni aytinglar. Lekin bitta narsa aytaman. Hozir men bu 2 yoshga qarab turib, lekin haqiqatdan ham bir-biriga juda ham chiroyli, go'zal yarashib turadigan yoshlardan biri hisoblayman. Albatta, sizlarni to'sib turgan faqatgina devor bo'lyapti. Agar devor bo'lmasa, Qizni ko'rdingizmi? Boshdan ko'rmay qoldim. ham bir-biriga Qani? sizlarni to'sib turgan faqatgina devor bo'lyapti. Yarashib turadigan yoshlardan biri hisoblayman. Albatta, sizlarni to'sib turgan faqatgina devor bo'lyapti. Agar devor bo'lmasa, Ko'chani ko'rasiz. ha, shunday. Ko'chani ko'rasiz. Siz-ku o'zingizni maqsadlaringizni, orzularingizni aytib. Devor bo'lmasa ko'chani ko'rasiz. Lekin Muzayyanani ham Tushunmadingiz, a? nazar soling. Undan ham Ha, keyin tushunib olasiz, mayli. so'rab oling. Yoshlik qilsam kerak-da. Mana hayotda o'rni deb biladilar. Okalar ham lekin yomon gaplarni gapirishdi. Jamshidxon aka, bu o'ta. Xo'sh, yigit kishi Ora-orada qanday bo'lish kerak ularni tiqib olishdi. so'rab oling. Yaxshi ko'rib bo'lganingizdan keyin buni ham yaxshi ko'ring. Muzayyana. Nima, meni gapim gap emasmi? Hozir boshidan qanday yo'l tutasiz, shuni ham bilib oling. chalmaysanlarmi demadilar-da. Albatta barcha gaplaringiz to'g'ri. Muzayyana, asosan sizga qanday yigitlar yoqadi? Ana Hayotingiz davomida qanday inson bo'lish? Opayam zerikdilar, o'sha telefonga o'tib oldilar, Xosiyat opayam. Zeriktiryapti, kino ko'raylik deb. Telefon o'ynab o'radim lekin. Xohlaysiz. xo'sh. Turmush o'rtog'im ota-onasi yo'q bo'lsin. Bu qiz uje menimcha aqli yetdi bu bola bilan. Anaqa, nima deydi? Bitta oila qurmasligi aqli yetdi. Uje bu o'zini fikrini, yuqoriga qo'yibdi. Farqi yo'q. Unga randomniy ответ qaytaribdi uje, tushunsizmi? Ha bu 5-chi bo'lishga rozimisiz? Dedi-ku, dedi. Sibe dedi-ku endi. Keyin bu qiz ham uje ota-onasi bo'lmasin deb punch beribdi-da. Srazi uje nima deydi? Ответga bilan javob qaytaribdi, srazi. Chiroyli bo'lsa bo'ldi. Ha. Xo'p. Endi shu gapingizga Ish. Mushik derkanlar qizga qarab. Inson bo'lish kerak, odam shu gapingizga savolim bor, qo'shimcha. Ya'ni Bu savol ham kerak emas. To'xtang. To'xta, gapirmasan dedi. O'z kalla qo'yasan dedilar. Gapirmang tur. O'z kalla qo'yasan dedi. Shuni boshida aytsangiz, diddomdan odam chaqirardik. Voy. Mana shu gaplarni aytamandim-ku, ichimdagini aytib qo'ydilar. Qarchi, bu qizni sekin dedim, o'chirdi, kimdir o'yitdiga to'lgan bo'lsa-ki, o 8 ga to'lsa chiqajak dedim, ashishim erqilab ketardi. Aslida aytmoqchi edim, aytib qo'ydim. Voy, lekin vafshe. Ya, boyitdan beri bu kishi men endi ota-onam 5-o'rinda 5 ga tushib qoldilar-ku. Ha. Ana. Menga umuman ayol zoti kerak emas, ota-ona ham kerak emas. Lekin nimaga siz aynan iloji bo'lsa Jamshid aka meni fikrimni aytdilar lekin. Lekin ota-onasiga xizmat qilmoqchi emassiz. Nimadir bo'lganmi hayotingizda shunaqa nimadir shunaqa holatga to'g'ri kelganmisiz? Aynan yigitni o'zi bo'lsin, qolgan qarindoshlari umuman yo'q bo'lsin degandek qilib gapirdingiz. Ochiq aytdi buni. Nima uchun? Nima uchun? Yo'q, chunki bu bola meni sevishi kerak. To'g'ri. Menga e'tiborini qaratish Xo'sh. kerak.
bo'ladi. lekin oilasini yaxshi ko'radigan bo'lsa, e'tibor 5-o'ringa birdaniga tushirib qo'yyapti. Har qanaqa qiz ham 5-o'rinda yoki 2-3 O'sha sansirab eshitdi-ku. Уже aytdiman-ku, уже bular bitta oila. o'rinda Menimcha bo'lishini qiyin bo'lishi. Hisobiga O'shanga man qiz sekin nima deydi? O'zini qaror fikrlarini aytib tashladi, xullas, ag'iga farqi yo'q. Hayotimdagi ayolim dedim. Ya'ni o'sha Aka o'zi sekin tug'urlashni boshladilar endi. Savolimni agar Opa ham mana Ramkalatga tushib qoldilar. Opa уже anaqa qilibdilar, уже qovun tushirdi, boshiga o'tiribdilar-da. Bosyatga opa ham. Muzayana, hop. har qanaqa inson, har qanday inson ota-onasini, uydagilarini yaxshi ko'radi va umr yo'ldosh boshqa, uydagilari boshqa. Lekin birinchi navbatda oila Birinchi bilan. navbatda men ham uydagilarimni birinchi navbatga qo'yaman, Shunday? lekin umr yo'ldoshim u boshqa. Xo'p, xizmat qilishga tayyormisiz bu yigitga agar turmushga chiqsangiz? O'z o'rnida sekin-astalik bilan ota-onasini ham mehrini qozonib olasiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Siz shunaqa qizga o'xshayapsiz, ko'rinib turibdi. Muzayana, keyin boyagi gapingizga qo'shimcha savolda. Ha? Hayotingizda birinchi o'rinda sevgi, muhabbatmi yoki pulmi? Xo'sh. Уже tushundingiz-a, уже qiz qanaqa pozitsiyaga o'tib olganini tushundingiz-a? Sevgini sotib olsa bo'ladimi? Sotib olsa bo'lmaydi. O'zi keladi oyog'i bilan. Sevgan. Ana. Sotib olsa bo'lmaydi. Endi bu qiz уже Sotib olsa bo'lmaydi. Nasiyaga olsa bo'ladi. Уже nima deydi? Prinsipialniy javoblarga o'tibdi уже. Nimaga boshida yaxshi настроение edi. Xullas ko'ngli qolmabdi o'sha qiz. Ko'ngli qolmadi. O'zi qarach kalla qilib Sevgi qo'yibdi. muhabbat bor joyda doimo pul. Nima dedilar? Sizam to'g'ri, lekin sevgi muhabbat bor joyda Sevgi Muhammad debdilar, sevgi muhabbat debdilar. O'shada. Aka уже tug'urlashga o'tibdilar уже. mansab, obro', Tushundilar nima qilganlarini. martaba, mustahkam oila bo'ladi. Sevgi bilan qorin to'ymaydi. Lekin nimagadir baribir ishonmayapman okani gapirayotgan gaplariga, xuddi kitobga. Oka ham boya qaysi kino edi deyodilar. Ishda, ya'ni qorin to'ydirishda sevgida juda o'rni katta-da. Voydod. Voydod. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Boshqa kanalga ol dedim. Iltimos sevimlini olib tashlaylar dedim. Adabiyotni shunaqa 5 ta barmog'ingiz bir xil emas. Buni olib tashlanglar bitta. Haligi aytmadilar-da. Stanislavskiyni o'qiganimda ham bunchalik emas. Siz kalta barmoqdirsiz. Shogird mana bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Mana bu cho'pni sindirdi. Bitta cho'p bersa, chiqit sindirsa. Ana endi mana bu g'olani sindir. Bir yoqadan bosh buni sindira olmaydi. Uni ham g'irt sindirsa, maqolni ham dabtala qilding deydi. Muzayana, agar menga Tushundingizmi? Bitta gap aytaman, Muzayana kechirib qo'yasiz. O'shuni qilding demoqchilar bolaga. Уже mana proyektda shunaqa qilib qo'yding degan ma'noda gapirdilar. Sekin qog'ozga o'rab. Kitobi, короче, sal bo'lsa ham dicha, anu astadan chiq demoqchilar. Yodlagan gaplaringdan chiq Hozir demoqchilar. mana bu yigit hozir nechiga chiqdim dedingiz? 23. Ha, ya'ni 20 yil. Lekin mana hozir mana shu bola 23 yoshga o'xshaydimi, o'xshamadimi bundoq fikringiz? O'xshaydi. O'xshaydi. Menimcha kattaroqqa o'xshatdi-da. O'xshaydi. Kattaroq yoshga bir 26-27 yoshda bo'libdi. Men ko'rgan 22 yoshli bolalar shunaqa endi shkapda endi ko'rsangiz o'qi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Fikringizni yozib ketinglar. Kommentda 23 yoshli bolaga o'xshaydimi, o'xshamadimi? Balki kattaroq yosh ko'rgandirman. Lekin o'xshaydi. Turishi ham bo'yicha uzun bolaga ham o'xshamabdi. Yana bir narsani aytmoqchiman sizga. Erkakni o'rnini ayol bosa olmaydi, ayolni o'rnini erkak bosa olmaydi. Bo'ldi. Hozirgi zamonda ayollar Bo'ldi. O'z nom bilan erkak, ayol o'z nom bilan ayol. Asadni qo'lidan kitob olib tashlanglar. Atqamoqqa kitob berib keting. Va kitob olib qo'ying qo'lidan. Bosing. Muzayana, agar Men qo'yib shunday hayotga qayt. Asadbek, Onajon Asadbek. Shu tushunibdi bola. O'zi hali ham o'zini xayoli bilan o'yibdi. Oba gapi yo'q lekin.
eshitmay ahamiyat buni bilgan gapini gapirdi lekin. O'zi yodlab kelgan. Siz shunaqangi farzand katta qilibsizki, Rosa yaxshi bola ishoning, ekan. bu bola dunyoga gap bermaydi. Bosing. yoki Dunyoga gap berdi. onalari uyda o'tirib olib PlayStation qilyaptilar. Menga ruxsat bersanglar, nima bunaqa Ketasizmi? Man ketasizmi deb aytmoqchi edim o'sha. Menga ruxsat bersa ketasizmi deylar. Hozir men o'shani aytmoqchi edim, lekin qarang. beraman sizlarga. Yo'q, ketmayman. Men Asadbek haqida ozginagina ma'lumot bermoqchi edim. Tezroq Menga ham o'g'li agar qiziq. Marhamat, hurmatli. Bu raqami 8 chiqyapti-da, bu boshqaruvchi bo'lish kerak. Bu odamlarni hamma joyi boshqarish kerak. O'shaning uchun hozir shu studiyani Asadbek o'zi boshqargisi kelyapti. Yashang. Shu xolos. Shu o'rinda Muzayyani Beg'ubor. birinchi o'rinda Muzayyanani O'zi qo'yni boshqarmoqchi. Aka o'zlarini o'zlari boshqarolmaydilar-ku, qanaqa qilib? Kim? Aka studiyani boshqarishga harakat qilayotgan ekanlar o'zi. Psixolog aka aytishlari bo'yicha, lekin akani o'zlarini boshqarish kerak, menimcha. Endi psixolog ham fikr aka. Yana raqamlari 5 da, bu qarama-qarshi jins vakillariga yoqadigan insonlar. Muzayyanani atrofida menimcha men sizni yoqtiraman, sevaman deydigan yigitlar juda ko'p bo'lsa kerak. O'shaning uchun o'zlariga ishonchlari shunaqangi balandki, siz ancha-muncha bir kuch-quvvat ishlatib ko'ngillarini olishingiz kerak xolos. Kuch-quvvat ishlatib, kuch-quvvat ishlatib ko'ngilini olish kerak. Kuch-quvvat ishlatib ko'ngil. Qanaqa kuch-quvvat? 5 mi? Ha. Ana bular aytdi 5-chi bo'lishga tayyormisiz? Raqamlarga to'g'ri keladi demoqchilarda. Ana. To'g'ri tushiribsiz lekin. Muzayyana yana To'g'ri tushiribsiz lekin debdi. maymun yilda tug'ilganlar juda tinchlik yo'q. Nima? Yil maymun yili shunaqa. Ana. To'g'ri tushiribsiz lekin. Muzayyana yana adashmasam yil maymun yili shunaqa. Ha, maymun. Aqli sizga tengma-teng bas kelishi mumkin. Bekorga oftobga chiqmaydigan turdan bo'ladi. Ana. Xo'p, Muzayyana eng birinchi navbatda oilada Voy. pishirib Sizni qo'ysam, yoki hammasini kuydirib yuborasizmi, birato'la? Ovqat qilishdan Ovqat bilasiz. qilishni bilmayman. Erim o'rgatadi. Bo'ldi, muammosi yo'q. ko'rdingiz-a o'sha. Yo lekin yo to'xtan-da bitta narsada, lekin er o'rgatish ham vaqasdir ma'no to'g'ri bo'ladi. Nimaga deyman? Chunki bitta narsada erkak kishi o'qi любой ayoldan zo'r ovqatlanadi. Dunyodagi eng zo'r shef bo'ladi erkak kishi. beradi. Erkak kishi masalliq ayamasdan soladi, mehr beradi. Lekin bu qiz tayyorlamasligi, bilmasligiga siz ishonasizmi? Ovqat bilmaydi deb o'ylaysiz qiz. Yo, biladi bu qiz. Prosta bu o'sha pozitsiyaga o'tib oldi, aytdim-ku, o'sha ota-onasi bo'lmasin. Pul men uchun birinchi o'rinda dedi. O'sha ovqat qilishni bilmayman, erim o'rgatadi dedi. Shunisiz-a o'sha pozitsiyani. Bu qiz o'sha bilib bo'ldi-da, shular bilan birga bo'lmaydi. Bo'ldi. Bilasizmi ovqat qilishni? Ana. O'rgatasizmi? Bo'ldida, oilada siz ovqat O'rgatish bo'lsa, bo'ldi. Tushundingiz-a? Endi tushundim. Bu bola mehnatdan qaytmaydi deb o'qiyam yomon tiqdilar. hamda qurilgan oila mustahkam oila Gapirib bo'ladi. o'rgatib yuboradi. Bolta sho'rva. Muzayyana nima sizning maqsadingiz yo'qmi? Ovqat qilishni o'rganish, turmush o'rtog'ini o'rniga qo'yish. Ha? Yo'q, Malika, qizil shapkacha. Maqsadim bor albatta. Orzularingiz haqida Orzularingiz. gapiring, qiziqdik sizga. O'zim ko'proq kitob o'qiyman, o'zimni yuksaltirish. Ha, bu gapirgan gaplarni hammasini o'qib chiqqanman deyapsiz. Orzularingiz qanaqa? Bo'shashmang. Karyera yo'lida, o'qish yo'lida. Orzularim sayohat qilish. Yana Oyimlarni ham birga olib yuraman. Endi o'zim sayohat qilish. Keyin yuridiskiy institutini o'ziga topshirish, huquqshunos bo'lish. Xo'p, yuridiskiy texnikumni bitirgan ekansiz. Endi Yo'llanma ola olmadingizmi institutga kirish uchun? IELTS yo'q edim. Qo'yishganicha. Endi tipa kuldilar. Men ham o'qiganman, lekin Allohga shukr qilaman, qizil diplom bilan bitirganman. Hozirgi o'qish joyimni ham qizil bilan yopish niyatim bor. Qarang-da. Sizni bitta diplomda bitirgan xarakteringizga tushunmayman. Qip-qizil dip voy. Yo'q. Bitta gap ichida g'ich-g'ich ma'noda. Qip-qizil diplom qilgan ekanlar.
yo'q degan javob bo'lyapti. Umringizda hech ha degan javob qilganmisiz? Ha. Eshitdingizmi? Ha, derkam. Eshitdim. Turaman deb Yana chiqib ketmasangiz meni bo'ldi. jiyanim. Jiyaningiz juda Ha, o'zimni xohladim. Er xotini urushi degan spektaklimiz borda, shunda bitta so'zim bor. Erim turmush qurganimizning birinchi kechasi ertalabgacha sevgi qissasini aytib chiqdi degan so'zim bor. Voy. Yaxshi. Muzayyanani bunga bersam, bu faqat Gapiraveradi bu, ertalabgacha ham gapiraveradi degan ma'noda. xolajon bor ma'lumotlarni aytdim. Lekin Zergi uxlab meni qoldi. ko'p vaqtim ko'chada o'tadi. Ha. Ya'ni ertalab Kitob soat o'qish 7 bilan. chiqib ketaman, kechki soat 8-9 da kirib kelaman. Bu degani boraman ish joyimda ishimni Bu degani xotinga mehr berish. Xotin 5 emas 6 deganida. xizmatida borib turib, chiroyli xizmatlarni qilib, undan Xotin so'ng uyga o'lganidan qaytib keyin kelaman. xotining bilan faqat adabiyot haqida gaplashasanmi? Adabiyot haqida gapiramiz. Mustahkam oila haqida chiroylikina bir qissa qilamiz. Rashkchimisiz, Asad? Juda rashkchiman. Rashkchi ekan? Rashk qilasizmi? Muzayyan. Rashkchi ham ekandilar. Vaziyatga qarab tushunishga harakat qilaman ko'pincha. Xarakteri yaxshi ekan. Rashksiz erkak emas degan bir naqllar ham bor, o'sha ota-bobolarimizdan qolgan. Behudaga rashk qilish ham yaxshi emas, oila buzilib ketishiga. Behudaga emas, lekin o'z o'rnida, ya'ni o'z ayolini boshqadan qizg'ongani rashk bu oilaning bir mustahkam poydevori degani hisoblanadi. Hozirchi ikkalanglarni Dahan aka jang. urushinglarda biz to'g'risi ham Bularga kunlik devor ham ko'p ekan. Achimonmiz, devor olamiz, ketib qolmaysizlar, yana gaplashasizlar. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Musiqalar ostida devor olamiz. Ajoyib. Nozik joyga. Nima deb o'ylaysiz? Konzovka nima bo'lar ekan o'zi? Salomlab berib, ha. Qachon bilaman. Haligi Vangeliya odatim yo'q meni. Va deb qo'ydi-ya qiz. Marhamat o'tirib olinglar. Aqllari. Ana haligi Birinchi mana formadan keldilarmi? haligi men bor-ku, haligi niger kirib turgan bor. Pog'ona bor, ashundan bo'ldi. Qilamiz endi. Asad boshlaydilar. Muzayyana hozir mana Muzayyanaga qarab. oila dedik. Oila o'z yo'liga. Menga turmushga chiqmoqchi bo'lsangiz agar birinchi navbatda nimalarni istardingiz mendan? Sizga turmushga chiqish niyatim yo'q. Yo, endi mabodo debman. Ha, Endi bu yoqqa taqdir qilib, Talablari qanaqa bo'lardi? Отдельно yashash. Alohida yashash. Sayohatlarga chiqamiz. sayohat muammosi yo'q. Sayohat ham bo'ladi. Chunki oilada eng kenja farzand o'zimman. Chunki ota-onamni men hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Siz mehribon farzand ekansiz, lekin ayolingiz ham yosh O'z kelinchak. u yo'lda bo'lib ketaveradi hammasi. Aha, Lekin- marhamat. Asadbek haqiqatdan madaniyatli, adabiyotli yigit ekan. Unaqa haligi deb hali oddiy kirib botib chiqadigan bola emas. Madaniyatli, oilasini ham chiroyli kaftida yuradigan. Demoqchilarki, ota-onam meni o'ng kaftimda bo'lsa, ayolim chap kaftimda bo'ladi degan nuqtai nazarda Xuddi shunday 5-ayol deb jamiyatga. aytdilar. Hurmat qilaman deyaptilar. To'g'rimi? Avvalo O'shanaqa demadi-da. Qattan shunaqa demadilar-da. Men o'shani aytdim boshida, mana ko'rsatuvga chiqibdi odam. Manaqa nima deydi? Misol oila qurmoqchi, qaysidir qiz yo'qsa, to'g'rimi? O'sha kelgan, o'sha qizga baribir yaxshi gap, 5-chisan demasdan o'sha bitta qo'limda onam, bitta qo'limda san degan ma'noda gapirsa boshqacha bo'larmidi deyman-da boshidan. asosiysi men juda jahldorman, jahlim tez chiqib Qizixonani qapib o'tirishini. hozir aytmoqchi Ustiga bo'ldi yuradi bolani ko'rganda. bo'lganim. Bular gapiryapti, jahlim chiqyapti, mayli, lekin avvalo erkak kishi o'zini bosib, chiroylikina Ana ayol shunday kishi erkak bo'ladi. doimo hurmatda, e'tiborda saqlab keladi. Ana shunday Ularni erkak ham bo'ladi. hurmatlari bor men uchun. Lekin Oke, yomon bo'libdilar gap. Har ikkita gapni birda bo'libdilar gapni. qanaqadir qaltirab qolaman deganga o'xshab. O'sha yana boshlanib ketmasin. Yana kitobga qarab yetib olmadi o'tdilar.
endi otaman deganga o'xshab o'tiribdilar. O'zi yana nimani Asabiylashmayapsizmi? chuqur o'ylab qoldingiz? Bolani Sizga otib yoqdimi bu chiqaribdi. bola? yo'q yoqmadi. Nimasi Xafa bo'lmang. yoqmadi? xarakter jihatdan yoqmagan bo'ldi. Xafa bo'lmang derkanlar. Turib bering o'rningizdan, bo'y basdim mana shunday bo'yi bor, kelishgan chiroyli, kostyumlari qarsillab turgan bola. Nimasi Asadbekdan ham yoqmadi? so'rang, Qani yoqdimi? gapim? Hozir Xarakter navbat jihatdan edik. emas, har qanaqa insonni ham o'zini fukusi bo'ladi. Bu insonni ko'rganimda meni yuragim jiz etmadi. Lekin men kimgadir o'xshatib yubordim. Kimga? Qani sizni fikringiz? Men ko'rganda jiz etmadi, men kimnidir o'xshatib yubordim deydi. Hey. Bitta gapda qancha ma'no bor. Endi bu sir bol qilsin. Bo'pti, bu qiz haqida fikringiz. Voy sir Samimiy. bo'lmay o'lsin ha. Faqat Sir bo'lmay o'lsin deylar. faqat birinchiligida ko'zarkanlar. Yosh, go'zal 21 yosh. Hamma ham shu yoshda shunaqa bo'ladi qizlar. Iloyim farzandli bo'linglar, farzandinglarning otini chiroyli qiz bo'lsa Nargiz qo'yinglar. O'g'il Agar qiz bo'lsa bo'lsa Jamshid Nargiza, qo'yinglar. o'g'il bo'lsa Jamshidbek qo'ying. Qo'yinglar. Shunday yigitdan sovchi bo'lsa, rosa o'rtoqlaring kuygan bo'lardi hozir. Chaman, Shafaq, Nargiz hammasi Asadbekdan ham so'raylik. Asadbekka Chaman. yoqdimi qiz? Erkak kishi, Молодец. erkak Yoqdi kishi deyapti. mushukdek gap. Kim boshini silasa o'sha yoqqa ketaveradi. Va o faqat asra gaplar uchun qo'yilganmi xosiyat opani? Ha? Ya Alloh. Endi xudo ko'rsatmasin. Xudayga. O'zing xohlagan qizga uylangin. Shunday ayollar bo'ladiki, birinchi o'rinda ota-onamni ko'radigan erkaklarni ham o'ziga og'dirib oladigan, uydan olib chiqib ketadigan, ota-onasi bilan yuz ko'rmas qilib yuboradigan ayollar bor. Ayollar Haqiqatan. makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi deyishardi oldin. Ehtiyot Hozir 1000 ta tuyaga yuk bo'ladi. Xuddi shunday. Men o'ylayman senga makrsiz, o'zing xohlagan, yaxshi, uyim-joyim deydigan ayol tushsin. Endi bu qizimizga bu yigit yoqmadi. Lekin men kelin qilgan bo'lardim bu qizni. Ukamga yo jiyanimga mana shunaqa charsillagan, oyni uzib turadigan O'z qizlarni yaxshi o'rnida ko'raman. bular ham o'z baxtini topadi mayli. Yoqmagan ekanmiz, Yo'q, biz harakat Jamshidxon aka nima qilib yuribdilar studiyada? Man qarab e'tibor bering. ishni topadi mayli. Yoqmagan ekanmiz, Nima qilib yuribdilar? Atom aka, Jamshid aka kola kerak ekan. hozir ko'rsatuvimiz cho'zilib ketishi mumkin. Ko'rsatuvimiz uchun juda oz vaqt. Shunday ekan, agar ko'rsatuvdan tashqari Aka ham rejissyorlarimiz kerak ko'rsatuvda. imkon bo'lsa suhbatlashib o'zlari bilan gaplashib olamiz. Ko'rsatib tugaymi bugun yo'qmi? Ko'rsatib tugidimi yo'qmi? Qo'llarda nimadir ko'tarib yuribdilar Jamshidxon aka. Xo'p, rahmat. Ancha belgi bo'lsa kerak, tugatish kerak ekan. Rejissyor. Qoqaman o'z mashinada va. Oha. Bo'ldimi, tugadimi? Allah, u yoqmadi, bir-biriga yoqmasa bo'shdan paynatab qoldi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bu degani bular ikki tomonga degani emas. Umid qilib kutib qolamiz. Xo'p, do'stlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz ham tugadi. O'z nihoyasiga yetibdi. Endi qaranda men ko'rdim-da, men o'z birinchi marta ko'rishib ilk uchrashuvi. Yoqdimi ko'rsatuv? Qaysidir jihatdan yoqdi, qaysidir jihatdan yoqmaydi. Chunki ba'zida zeriktirib qo'yaqanda. Nima minus, nima pluslari bor ekan misol ko'rsatuv? Pluslari shu boshlovchilarning o'zi Kayfiyat berib turishadi. kayfiyat berib turishi plus endi na уровне odamlarda shou nimaligini bilib bu san'at ichida yurgan odamlar, конечно, shouni nimadir qilib yetalab berishadi. Iloji yo'q bu narsasiz. Ya'ni qahramonlar bir-biriga toq 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 toq. Bratlarga sal kitobiy holatdamda chiqib olganlarda-chi, Ozgina shuna sakrab qizam chiqqanlarda. sal bundoq qo'yishardi-da. Bu kishi O'sha boshidan o'sha aka qara, mana kitobni gapiradilar-ku, kitobni gapirganlar uchun ana Jamshid aka ham, Ma'murjon aka ham, yo'qda Sosiyat opa ham, Narga opa ham, ismlari psixolog aka ham
gapirayotibdi, o'shandan ham chiqqalar kelibdilar, o'qasi polnas kitob shuni quchoqlab oladi, kitob bermibdilar. Hech kimga bermayapmandilar, mas kitob meniki ketdilar. Meniki mas kitob, mas men yozganman. Orada Jamshidxon akam aytdilar-ku, qaysi kino edi dedilar-ku. O'shanda ham yetib bormadi-da, bratga. Qizam kiyimni tushunda qarasa hamma kulibdi, qizam sekin qo'shilib oldi ular qatoriga. Kulsa kulib qo'ya qoladi oxirigacha deb. Bosing dedi, qizam, bosing dedi. Yana Xullas, shunaqa, lekin baxtli bo'lish uchun hamma mana boramiz ko'p. Omma yomon shou bo'ladi. Siz ham kitobga kirib olasizda, shuni. Yo'q, men kitob o'qiman. Xo'p, shu bilan bugun ko'rsatuvimiz tugadi. Akalar, ukalar, joningiz sog' bo'lsin, like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib Albatta qaranglar, fikr qoldirish esdan chiqmasin. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz birinchi o'rinda. Kamchiliklar albatta bo'ladi. Bu dunyoda hech kim ideal emas. Kamchiliklarni albatta yozib qo'yinglar. Hammasini inobatga olamiz, o'qiymiz, bitta like bosamiz, hammasini ko'rib chiqamiz. Bitta ham qoldirish yo'q kommentariy. Iltimos kommentariy yozinglar. Aynan fikringlarni. Misol, nima kamchilik bo'ldi, nima yomon bo'ldi, hammasini albatta yozinglar, erinmasdan. Biz albatta biz ham erinmasdan o'qiymiz. Like bosamiz, podpiska bosib qo'yamiz, kolokольчик yoqib qo'yamiz, kanal rivojlanishi uchun. Yana ilk uchrashuv ko'rishimizni xohlasanglar, kommentda yozib ketinglar, sog' bo'linglar, birga ko'ramiz.